Assalomu alaykum hammaga. Bu video darslik orqali siz O'zbekistonda turib Yaponiyaning eng mashhur brendi Uniqlodan mustaqil xarid qilishni o'rganasiz. Uniqlodan qilgan xaridlaringiz shaxsiy ehtiyoj yoki tijorat uchunligidan qat'iy nazar barchasini tezkorga O'zbekistonga tez va sifatli yetkazib beradi. Uniqlodan mustaqil xarid qilish uchun registratsiyadan boshlab yuklaringizni qo'lingizga olguningizgacha bo'lgan jarayonni bosqichma-bosqich tushuntirib beraman. Demak, boshladik. Birinchi bosqich: Tezkorgoni Telegram botidan foydalanib ma'lumotlaringizni kiritasiz va bot sizga avtomatik ravishda maxsus ID raqam beradi. Ikkinchi bosqich: telefoningiz yoki kompyuteringiz orqali doimiy ishlatadigan brauzeringizni ochasiz va google.com saytiga kirasiz. Sayt avtomatik ingliz tilida ochilishi mumkin. Uni oson shu tugma orqali rus tilini tanlab tarjima funksiyasini yoqsangiz bo'ladi. Uchinchi bosqich: qidiruv bo'limiga Uniqlo Japan deb yozasiz va sahifa boshida Uniqloning Yaponiyadagi onlayn do'koni chiqadi. Ilova ustiga bosib saytga kirasiz. Sayt birinchi ochilishida rus tiliga tarjima bo'lmasligi mumkin. Pastki knopka orqali tarjima funksiyasini boshqatdan yoqsangiz bo'ladi va saytdagi ma'lumotlar birma-bir rus tiliga tarjima bo'ladi. To'rtinchi bosqich: saytni pastki mana shu tugmasini bosib registratsiya bo'limiga o'tishingiz kerak va shu yerda registratsiya нового участника tugmasiga bosasiz. Registratsiyadan o'tib olish uchun birinchi navbatda elektron manzilingizni kiritishingiz kerak. Pastki bo'limda elektron manzilni tasdiqlash uchun qayta yozishingiz kerak. Undan keyin akkauntingiz uchun parol yaratasiz. Parolni unutmaslik uchun albatta saqlab qo'ying. Undan pastki bo'limga Tezkorgoni Tokiodagi ofisiga tegishli pochta indeksini kiritasiz, ya'ni 1710022. Bu yerga tug'ilgan yilingiz, oy va sanani kiritasiz. Undan keyin jinsingizni belgilaysiz. Agar sizda referral kod bo'lsa, shu yerga kiritishingiz mumkin. Oxirdagi shu punktni ham belgilab, перейти на экран подтверждениеga bosasiz. Yangi sahifada kiritgan ma'lumotlaringiz chiqadi. Ularni o'qib, xato yo'qligiga yana bir bor ishonch hosil qilishingiz kerak. Agar ma'lumotlarda xato bo'lsa, вернуться к регистрации нового участника bosib, to'g'ri ma'lumotni kiritishingiz kerak. Agar hammasi to'g'ri bo'lsa, отправить kod autentifikatsiya tugmasiga bosing. Beshinchi bosqich: elektron pochtangizga Uniqlodan kelgan 6 ta sonli kodni mana shu yerga kiritasiz va next tugmasini bosasiz. Agar kod kelmasa, повторно отправить проверочный kod tugmasiga bosing. Sizga kod qaytadan yuboriladi. Albatta, elektron pochtangizni spam bo'limini ham tekshirib ko'ring. Kodni kiritganingizdan keyin ushbu tugmaga bosib registratsiyani yakunlaysiz. 6-bosqich: Uniqlo saytidan o'zingizga kerakli barcha mahsulotlarni tanlab, razmeri va miqdorini belgilab savatchaga solasiz. Xaridingiz so'ngida barcha buyurtmalaringizni tekshirib ko'ring va kupon bo'limiga o'tib, mavjud bo'lgan kuponlardan birini tanlagan holda chegirma olishingiz mumkin. Va undan so'ng prosedura покупки tugmasini bosing. 7-bosqich: способ доставкиdan получить по указанному adresini tanlaysiz. Ism, familiya bo'limiga o'zingizni ism va familiyangizni yozasiz. Faqat ismingizni oxiriga bo'sh joy qoldirmasdan sizga berilgan ID raqamni qo'shib qo'yishingiz kerak. Undan pastki qismga ismingiz va familiyangizni yapon tilida kiritishingiz kerak bo'ladi. Agar siz yapon tilini bilmasangiz, unda brauzeringizdan yana bitta sahifa ochib, переводчик deb yozasiz va birinchi o'rinda Google переводчик chiqib keladi. Google переводчикka ism va familiyangizni yozib, yapon tiliga tarjima qilishni tanlang. Ism va familiyangizni yapon tili tarjimasini kopировать qilib, Uniqlo sahifasiga вставить qilasiz. Почтовый indeks bo'limida Tezkorgoni indeksi, ya'ni 1710022 bo'lishi kerak. Prefektura uchun ro'yxatdan Tokioni topib tanlaysiz. Videoda ko'rsatilgandek qilib Tezkorgoni Tokiodagi manzilini va ushbu telefon raqamini kiritishingiz kerak va eng pastki qismga o'tib подтвердить tugmasini bosasiz. 8-bosqich: metod оплаты bo'limidan kreditni kartani tanlaysiz va next tugmasini bosasiz. Bu sahifada kredit kartangizni ma'lumotlarini kiritishingiz kerak. Karta nomeri, amal qilish muddati va kartangizni 3 ta sonli kodi. Oxirida karta egasini ism familiyasi yoziladi. Undan keyin zakaz tugmasiga bosasiz va buyurtmangiz qabul bo'ladi. Sayt sizga buyurtmangizni maxsus kodini beradi va u orqali har bir prosesni tekshirib tursangiz bo'ladi. Emailingizga ham buyurtma statusi haqida ma'lumotlar boradi. 9-bosqich: Tezkorgoga yuklaringiz yetib kelguncha Telegram botga kirib ma'lumotnomani, ya'ni nakladnoyni to'ldirishni unutmasligingiz kerak. 10-bosqich: Uniqlodan kelgan yuklaringiz va nakladnoyni qabul qilgach, Tezkorgo 5 kundan 7 kungacha bo'lgan muddat ichida yuklaringizni Toshkentgacha yetkazib beradi. Kargo to'lovini amalga oshirganingizdan keyin yuklaringizni olib ketishingiz yoki yetkazib berish xizmatidan foydalanishingiz mumkin. Uniqlodan mustaqil xarid qilish to'g'risidagi darslik tugadi. Savollaringiz bo'lsa, Telegram orqali yuborishingiz mumkin.